Aka! Keling aka. Aka! Kel Dalir. Kel Dalir. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshi, sog'ingiz yaxshimi? Xush kelibsizlar. Tinchlikmi Dalir? Tinchlik aka. Bu kishi notariusdan. Bu kishini olib kelganim sababi ana kungi masala bo'yicha aka. Qaysi masala? Uy sotuvi bo'yicha. Qaysi uyni sotmoqchisan? Shu uyida qaysi uyni bo'ladi? Men senga uy sotilmaydi dedimmi? Qanaqasiga sotilmaydi aka? Gaplashgandik-ku siz bilan axir. Sotilmaydi, tamom, assalom. Men senga sotamiz deb gaplashganim yo'q. Aka, 1 minutda gaplashib olaylik, mayli? Aka, siz nima qilyapsiz hozir? Nima qilyapman? Aka, biz siz bilan gaplashuvdik. Gaplashganimiz to'g'ri. Lekin ota-onamizdan qolgan yolg'iz yodgorlikni qanaqa qilib sotishimiz mumkin, Dalir? Qaysi kallang bilan o'ylayapsan? Bu uyda kenja o'g'ilmanmi? Uy menga qolishi kerakmi? Uy xohlasam sotiladi, xohlasam biznesga tiqaman. Xullas, bu uy sotilmaydi. Tushundingmi? Men sizga aka yaxshi gap bilan tushuntirdim, tushunmadingiz. Unda sizga 2 muhlat beraman aka. Narsalaringizni olib, uyni bo'shatib qo'ying. Bo'lmasam sudga beraman.